Assalomu alaykum hurmatli bizning kanalimiz kuzatuvchilari, bizani kuzatib borayotgan bizning eng yaqin obunachilarimiz 2026-yil barchalarga omad, baxt topkesin. Bugun sizlarga o'zimizdan joy bitdi. Arendaga beryapmiz oylik to'lov bilan. Bu joyimiz talabalarga yoki yosh kelin-kuyovlarga zo'r variant deb o'ylayman. Talabalar uchun bir kuniga barcha mebel texnikalari bilan 30 ming so'mga tushyapti. Faqat eng yaqin o'zinglarni kamida 8 ta o'rtoq bo'lib joylashishingiz kerak. Xonamiz 2 xonadan iborat. Pastlari chiroyli qilib kafil qilingan, to'pli pol qilingan, ko'rib turibsizlar. Konditsionerlarni qo'yib qo'yganmiz. Xolodilniklar hali yangi, kuxunli mebellargacha qo'yib qo'yganmiz. Ko'ryapsizlar. Yetishga gaz plita, hamma narsasi tayyor. Kelib hozir masalan yashab, mana shu yerda maza qilib ovqatlansanglar ham bo'laveradi. Ko'ryapsizlar, hamma narsani yaxshisidan qo'yib qo'yganmiz. Endi xonalarimiz bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, birinchi xonamiz bo'lyapti. Bu xonamizga sizlar uchun mana shu yerga 4 ta divan qo'yib beramiz. Agar oilali bo'lib kelsanglar, bitta alohida katta divan ham qo'yib beraveramiz, farqi yo'q. 4 ta o'rtog'inglarni olib kelsanglar, shu joyga bir kuniga sizlarga 30 ming so'mdan tushyapti. 4 kishiga faqat. Qaytarib o'taman sizlarga. Bu joyimiz ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Qaranglar. Bu joyimizga ham xuddi shunaqa. Yo bittali divan qo'yib beramiz yoki 4 ta dugonlarni olib kelsanglar, bemalol mazza qilib yashasanglar bo'ladi. Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashgan xonadonlarimiz soni cheklangan. Gideta bir 14 ta quruvdik, shundan hozir 2 tasi tayyor holatda. Agar kelib yana yashayman desanglar ham pastda nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqsanglar o'zingizdan bilan bemalol chiqib baraka qilsanglar bo'ladi. Bu общий sanuzelimiz bo'lyapti, qaranglar. Chiroyli qilib sharoitlar qilib qo'yganmiz. Menimcha bu joyimizda ko'ryapsizlar, mana televizorlargacha olib kelib qo'yganmiz. Wi-Fi'larimiz bor, konditsionerlar bor. Mana bu yerda bemalol ovqatlanib o'tirsanglar ham sharoitlarimiz bor. Mana bu yerda kichkina qilib kladovka qilib qo'yganmiz. Kiyim-kechaklarni sho'tga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Endi tashqariga chiqib ko'rsataman bu joyimizni. Qaranglar. Xonadonlarimiz xuddi shunaqa ketma-ketlikda joylashgan. Bu tarafga ham mana 2-3 tushi tayyor qilib o'sha qurib qo'ydik. G'alati bir 12 tacha xonadon tushyapti. Agar kunlik bizadan kelib kunlikka agar joy olaman desanglar ham, ayolmi, erkakmi, taksistlar aslida taksistlar bo'yicha aloqaga chiqsanglar, pastdagi nomerlarga kunlik joylarimiz ham bor. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Uning narxi 45 ming so'mdan boshlanadi. Agar bizda ko'proq vaqtga turaman desanglar, chegirmalar qilib beramiz. Joy o'zingizlarniki, kelsanglar o'zimiz bilan chiroyli qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bu endi ikkinchi xonamiz. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu xonamiz mana yangi kelin-kuyovlar uchun cho'tki variantimiz. Ovqatlanib o'tirish uchun alohida joylar bor. Stullarni qo'yib beramiz. Mana bu joyimiz kladovkamiz bor. Bemalol narsalarni cho'tga qo'yib qo'ysanglar sig'adi. Baland qilingan. Eshikdan kirib kelyapmiz. Bu joyimizga kirmoqchida qo'yib beramiz. Kuxunli mebellarimiz bor. To'pli pol qilingan, issiq. Ko'ryapsizlar, kuxunli mebel, gaz plita, gazlargacha ham qo'yilgan o'zi. Stolni qo'yib qo'yganmiz, suvlari kelgan. Birinchi xonamiz bo'lyapti. Stolni qo'yib qo'yganmiz. Xohlasanglar bu joyimizga divan ham qo'yib beraveramiz. Agar studentlar bo'lsa, kuniga shu 30 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Bir kuniga. Faqat 4 ta o'rtog'inglarni chaqirib kelishingiz kerak endi bu joyimizga. Wi-Fi'larimiz bor, bu yerda ham xuddi shunaqa oynamiz bor. Tepada yana alohida kladovkamiz bor. Bu yerda общий sanuzelimiz, yuvinish xonamiz bo'lyapti. Bu joyimiz mana yotoqxonamiz. Xuddi shunaqa qilib bitta shkaf va bitta mana divan qo'yib beramiz. Narxi oyiga bu joyimizni xuddi shu holatdagisi $350 bo'lyapti bir oyiga. Agar skidka qilib beramiz, sizlar uchun faqat, bizning obunachilarimiz uchun bu joy o'zingizniki, skidka qilib beramiz, ko'proq tursanglar faqat. Lekin studentlar bo'lsa, agar bu narsalarni olib chiqib tashlaymiz, 4 ta divan qo'yib beramiz, 8 ta divan qo'yib bersak, 8 kishiga bir kuniga, 8 kishiga, bir kishiga faqat 30 ming so'mdan to'g'ri keladi. E'tibor bermaysizlar, bu joylarimiz sizga kelgunlaricha chiroyli qilib qo'yamiz. Endi mana qurilishimiz bityapti. Ataplenalargacha ham cho'tki qilib, o'kan qilib qo'yapti mana. Quyosh panellargacha ham qo'yib qo'yganlar bu yerda. Bunaqasiga qurilish binolarimizni ko'rsatib o'ting. Okay, mana qurilishlar xuddi shunaqa. Ikkita alohida xonadan bo'lyapti. Sizlar kelib, agar kelib yashayman desanglar, gideta
tezlashtirib bu xonalarimizni bitirib beramiz. Bu to'pli pollargacha mana qilyapti. Tashab chiroyli holatda turibdi. Endi taksis akalarimiz uchun yoki kunlik keladigan opalarimiz uchun alohida joy qilib qo'yganmiz. Bu joyimiz hozir yerda turibdi. Bu yerga ham xuddi shunaqa divanlarni qo'yib beramiz. Sizlar kelguninglarcha. Ozoda pokiza joylarimiz cho'tki holatda turibdi. Bu xonamizni startviy narxi 45 ming so'mdan boshlanadi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'zingiz chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Bizlar bilan o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Like bosinglar chiqmasin. Tanishlarga jo'natib qo'ying.